55 dükkan yanındamız. 4 kanal kvartira çıktı. Şöyle az görüp çıkağımız 4. qavatdamız. Giriverişimizde demir işikler koyulgan bu yerimiz. Prekoz zonanın kattaligini bilasizlar, bu proyektlar standart proyekt bular. Giriverişimiz birinchi chetdan göramiz. Kuxning balkon chiqqan shuningdek. Yerimiz yana kuxnya. Akvanalar qo'yilgan, отопление bor. Berishlar ovqatlanadigan zona ko'ptalar. Yaqinlab bu yerimiz zal. Balkonni ulaytirib, zalni chiroyli qilib kattalashtirdi. Bu tomonimizda 2 spalni bor. Bu bir spalnimiz. Bu yerda ikinci spalnimiz. Bu shavat tarafga qarab turibdi. Yaqinlab bu yerda kaldovka ham bor shuningdek, o'zini saqlamoqqa. Bu yerimizde yana bir spalnimiz. 3 spalni, bir zal. Vanna tuvaleti ama denizde katyoluyla. Yuvmuşxonasi ve bu yerda hojatxonasi. Yaqinlab shu kvartiramiz sotiladi. Narxini pastga yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bozora dim yaqin. Peshkom borsa bo'ladi bozora.